Bolalar shu tomondan kelgandan shu birdan hammasi tashlaganda. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanining Namuna mahallasi hududidan oqib o'tuvchi Surxon daryosiga mazkur mahallada istiqomat qiluvchi 2008-yilda tug'ilgan 6 nafar yigit cho'milish maqsadida keladi. Afsuski, daryoning kuchli oqimi va shiddati ushbu yigitlarning 3 nafarining umriga zomin bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, yigitlardan biri suvga tushmagan, qolgan 5 nafar yigit esa cho'milish maqsadida daryoga kirgan. Biroq Surxon daryosining kuchi va xavfli oqimi ularni suv qa'riga tortgan. Atrofda bo'lgan fuqarolar darhol yordamga oshiqib, suvga tushib ketgan yigitlardan 2 nafarni qutqarishga muvaffaq bo'lgan. Ammo 3 nafar yigitlarni kuchli oqim o'z domiga tortib oqizib ketgan. Voqea joyiga maxsus qutqaruv xizmati g'avvoslar zudlik yetib borgan vaqtda haqiqatan ham 6 nafar yosh yigit ushbu daryoga cho'milish uchun kelgan. 6 nafar yigitdan 1 nafari cho'milmagan, 5 nafar cho'milgan. Shu yerda 5 nafar bola suvga cho'kkan, mahalliy aholi shu yerdan 2 nafarini qutqarib olgan. Afsuski 3 nafar fuqaro suvda cho'kib vafot etgan. O'sha kunning o'zida maxsus qutqaruv xizmati g'avvoslar tomonidan 1 nafar fuqaroning jasadi suvdan qutqarib olingan hamda 9-iyun kuni yana 1 nafari qutqarib olingan. Hozirgi kunda yana 1 nafar fuqaroning jasadini qidiruv qutqaruv ishlari amalga oshirilmoqda. Surxon daryosining oqimi o'z yo'lida davom etmoqda, ammo bir necha oilaning armonlari, ota-onalarning ko'z yoshlari va yosh umrlarning ushalmay qolgan orzulari shu yerda qoldi. Kechagina kelajak haqida orzu qilayotgan yigitlarning taqdiri bir necha daqiqalar ichida suv tubiga g'arq bo'ldi. Bunaqangi taqiqlangan cho'milish mumkin bo'lmagan hududlarda, suv maskanlarida cho'milmaslikda, faqatgina belgilangan joylarda cho'milishni hamda cho'milish yo'riqnomalariga amal qilgan holda cho'milishlarni tavsiya qilib qolamiz. 3 nafar yigitning daryoga cho'kib halok bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan mazkur hodisa viloyatda suvga cho'kish bilan bog'liq bo'lgan birinchi holat emas. Shunday ekan, yurtdoshlarimizdan eng muhim qoidaga amal qilishlarini so'raymiz. Ya'ni belgilanmagan joylarda cho'milmaslikni. Faqatgina belgilangan joylarda va ruxsat etilgan joylarda cho'milishni tavsiya etamiz.